Garip Sayat namlıq əsərin içərisində ən köp rol çalmışqını Beylongma. Aqıbeti ən načar, ən etnişlik, ən tragedilik oğlumu nəxmiş aqat. Ondan sonra bugünkü zopunda şu Garip Sayat namlıq əsərdəki Beylongma aqat doğrusunda bir təfsili paranlış baqlıya. Bunun ait etnişlik təqdirini tən anlap baqınlar. Məzmun yaxtırğan dostlar birdən yaxşı jürək qurub etib, Gönce qulub filminin davamı qulaq selanlar. Hem de bu Garip Sayat namlıq Tuzey teatrını işlep bulup 10 yıldan keyin bu yerki Yanıcı Davyan bula işletken bu Beylongman kögül verip yüzün tutanmay yüzüm qattiq jığlap ketken. Hem de 82-yili bu yerki memleketimiz Garip Sayat'ın işleş jarayonida memleketimizin teatrçılığı tek emdik başlangan, emdik güllenmekçi olan mesela 4 kilas keser başkalarının işleş jarayonida. Hem de şu vaqtimizda bu film gruppasi muş əsərdəki təsvirə mas kıldıgan bir otni tayyor qilish kerak. Şimdi bu ot yalnız atopqa sonmaydı. Hem rol alalaydigan, demek onu melik sirik ömürü köndügen bosmançımız gap anlaydigan, ma artistler ançımız masıl çalaydigan bir at oluş gerek. Bek şaş at topkası bulmaydı, bek yugaş gomuş at topkası bulmaydı. Hem de bulanın şartı tuşulgan bunda atını tepişmi, naati təsbih toxtugan. Yani filmin işleştiğin 82-ci yıldaki dəstləbki vaxtlarının özüdə bula her bir kısmını işleşke yoki her bir rayon koyup bir görünüşünü işleydiği vaxtımızda bir atını icarga algan. Mühim hem de iqtisatni tejash üçün. Şunun için filmga qarsanlarmı bularniki eng dastlab algan ma at naat paka tangsın minsa xuddi oldi qatqılı o'xshab qolganchu bu Beylongma degidek bayvat atma emas qarsak. Shuning uchun filmni ko'rib balkim diqqat qilgan bo'g'aytinglar. Mana shu Tangtayzon sovuqiga atilan keyin Beylongma o'zgargandagi otning ozroq farqi va qarsangli bo'y turqida. Endi bu pakatni ko'rib Yangdavning qattiq ochiq kelganchu. Mush Beylongma ma haq ko'z Beylong lüdmemdi buni Tangson eshak minanta deb degan shundoq ochiq kelib ketgan. Endi kim bular? Endi Xaynanga kelgan. Xaynanga kelib so'rak qildigan vaqtning o'zida bular muvofiq bir oq otni topolmay qolgan. Şundan bular amal yo'q bir qizil otning bo'y turqi qolgan yerlar uchirga shundan bu otni oq rangda bo'yab qaranglar Beylongma qilib suratga olgan. Endi tuyuqsiz bu daryodan turgan bu ko'rinishda bo'lsa bu yerdagi otning bo'yoqlari chiqib daryo oppoq bo'lib bu ot qizilib qolgan. Endi bu Xaynanda olsa yomg'ir ko'p yog'di. Keyingi kunda ko'rinishda qarsa yomg'ir yog'ib bu otning bo'yoqlari uchib ketgan. Film görüp sığanlar, qiyinchilik qilib kelgan. Endi keyin bu yerdagi janjal pasıq so'ng alvastini 3 qatim tutishgan bu qismni ishlaydigan vaqtimizda bular sirik ömürden paka bir otni deb kelgan, cho'liq papa otdaklar. Tangsın bu otni minishkimi biyab bo'lib qolgan, putiyag taqishib qolgan. Eliq Abdukarim Mavlud ustozning eliq 3 boshtima chiqilgan bir ko'rinishi bor deb buyining egizligida bir kichik taxaynini va putiyag taqishib qolgan qiziqarli bir ko'rinish bor-ku. Ama Tangsın başında görünüş yapgan. Şunu olan bu atını minmay, asaslık jubacı yitlaydigan görünüş qıpla tügütüp etken. Hem zamiyatki Yangdavning qattiq savrqaçı toşqançı bo'lmabdi otdim birini. Alalıybiz, men film görüp sığa məxsus yarıqdak her qism nəyə olsa qızımız apağıdak Beylongma kəs Beylongma degidek atdım bir namısaq bo'lmaqdak degan. Lekin bu atni elishmi tasbih to'xtagan. Yani şu vaqtimizda endi bu yüzü Yanıcı Davyan başlavyan bo'lgan bilan buni yuqoriga tasbih o'tirgan gapga. Bu maliyani bo'ladi qayta bo'l yo'llab qayta bo'lig'i tushuntirib qilgandiki noit testda tasdiqlab bergan. Shuni bilan 1983-yilning oxirlarida bu ya ishki Mo'ng'ulda Miraxorning ko'rishini suratga olgan vaqtimizda bir atqa ko'z tushgan. Ya'ni Sunukning Miraxor bo'lgandan keyin erishdik otlar chapirgan ko'rinish var-ku. Buni shu ishki Mo'ng'ulning yayroqlarida suratga kelibdi. Shular mush otlarning ichida bir noit ot yoyil shunda chiroyli bir otni ko'rib Yanıcı Davyanning ko'zi tushgan. Mash ot bulutga Beylongma shu kema shu degan. Haqiqatan ko'z mol tunuydigan xotin-ka bu. Bu ot qandaq otga desanglar shu ishki Mo'ng'uldagi otliq tuanning, ya'ni otliq askarlar tuanining tuanjangsının etiga ma'qul qaranglar. Bu otliq askarlar tuanining tuanjangning eti degan nima degan gap o'ylab qo'yinglar. Bu vuchilim Tanko Sembey degan gap shunami? Uning ustiga bu otning payjosi va harbiy payjo yotkimaktas. Hamda bular satqil unmagan. Hamda shuning bilan bu yerga Yanıcı Davyan film ko'rib sizlar bu yerga tuanjang bilan qayta ko'rishib tushuntirib film ko'rib sinchiqib dugandan keyin bular Yaman testda hamda umi davlatning mulkida unisi harbiy mulk shunami? Yaman testda bular tasdiqlab ungan. Shu vaqtimizda shuning bilan bu otni 800 koy pulga setib olgan. 800 koy bu 800 koyga Beylongma setib olgan deb ketmanglar. 1983-yildagi 800 koy pul ma'u. Dadanglardan ya cho'ng dadanglardan so'rab beqinglar 1983-yilda sen nech pul maaş alding? Ma o'yning chiqim nech pul deb 1 kilo go'sht nech pul
bo'ldi deb so'rab beqinglar 1983-yilda. Shuning bilan hamda bu yerda bu at harbiylikdan chiqinib, hamda cho'lpon bo'lish film ishlash guruhiga kirgan. Shuning bilan bu yerda film ishlash guruhining bir cho'ng g'ami tugagan, hammalar yoqtirib qolgan bu atni. Hamda otliq askarlar ishlarga ot bo'lgandan keyin bu yiliq buyruqni anglaydigan, shu gap anglaydigan, uning ustiga otning mayli chepishi chapadigan yerda chepishi turdigan turishi yaxshi bularga yoqqan. Shuning bilan 1983-yilning oxiridan 89-yilning boshlarigacha bo'lgan 6 yil vaqtda bu atmi 4 yoshdan 10 yoshli at bo'lib qolgan. Madoxval, Liu Shaolington qatorliqlarga o'xshash bu atrofning bir ayrilmas bir a'zosi. Juzudiklarmi davlatimizdagi 24 o'lka shahri bu yerga baqa vaqtingizda bu atni nega vas bil epmangdigan. Ham film ko'rib sizlarmi taqqa baq tushirgan vaqtingizda film guruhining yuktaqlarini ko'tardigan, her tarafdan tang ishlatgan ma'atnichu, tag'mi-tag, bag'mi-bag, cho'lmi-cho'l, davom yurgan. 1988-yillik g'arb sayohat to'liq ishlanib bo'lgan tunji bo'limi. Ishlanib bo'lgandan keyin bular cho'lpon bo'lib ketdi-da, har yerda bayram, film g'arb sayohatning har xil faoliyatlari u bo'lib bu atni esidan chiqarib qo'ygan. Shuningdek bu atni shu vaqtdagi Markaziy televiziya istalisining davji boshqalar ziyorat qilgan bu yerlar var. Shu guruhga hamda bir vaqtdan hamda bu hukumatning narsida bu. Shuningdek mushaning o'zida bu bir nihoyat eski zay qotanda o'zining keyingi echinishlik turmushni boshlagan. Hamda bular hamda Markaziy televiziya stansiyasining ham pul tepish quroliga aylanib qolgan. Ya'ni bu at kunduzi at degan chiqdi. Bu atlar rasmga tushib olsangiz bir koy, minib tangsonning huzurini surmaysan 5 koy deb baylongma to'xtamay kunduzi xaqlar taqig'icha pul topgan. Keçti, erip içip aran bu Zeynep qotanga kelib, keçiş yalğız aramagan. Endi bu at film görüp bilan nati chiqishib qolgach, qumayliq atning bir xarakteri bo'ldi. At beqib baqqan ballar bekerek uqdi. Shular bu tuyuqsiz o'zining alik tunish odamlardan ayrilib qolgan. Odatda ba'zi atlar hatto natunish odam yembasim yemaydi-ku. Shunlar boshda hatto tamoq yemagan. Bu atning mijoz xarakteri o'zgarib, tushkunlashib, g'ambas bo'lgan bir kasalchan atga aylanib qolgan. Shunlar bular ham boshqa atlar bilan so'lab qo'ysak o'ngishilib qolar deb film guruhiga boshqa atlar bilan birlikda so'lab qo'ygan. Bu at hamda nihoyat tarbiya ko'rgan isli mijozlari bor. Shuning bilan bu atlarga yembaga vaqtingizda bu kep yem yemoqchi bo'lgan vaqtingizda qağa atlarning ichidagi bir nihoyat eski nacharaq atning birisi keyin putlab buning tumshug'iga tepatgan, tumshug'ini cheqayotgan. Ham bu orliqda netchirini tishlab degandek bu atni qağa atlar yeklab yarlandıgan. Şunun bilan bu yerga baylangman bu bedi qo'noqlarni muxotirjam yuramagan. Boshqa atlarning hamisi yeb qo'suq tuyup ketgandan keyin bulardan eshib qolgan shupak, shulardan eshib qolgan o'chib u bularni yeb shulardan eshib qolgan ancha-muncha suvlarni ichib o'zining qo'sug'ini aralli to'yg'izib Zeynep qotiniga qaytgan. Bu ish davomli mushundaq davomlashib bu at barbara kasalchan ağrıb, uruqlab bir ustqan bo'lib qolgan. Hamda keyingi bir necha yil o'tib ketgandan keyin bu yerga Yangirdov yerlarning asta isi kelib, bu atni ko'rib baqilay deb tansonlar bilan bag'im berib ko'rgandan keyin shunchalik ichi serilib, yig'lab ketgan. Qarshi bu at degan uruqlab, tushlari tushib, badallari yig'irvoqlab, aran tiko dastaydigan bo'lib, ko'zlari chapaq, burunlari manqa şu derecede iş çağırıp yığılab ketken. Keyin o'ziniki g'arib sayohat to'g'risida yozgan kitobida maxsus baylangma to'g'riliq bir ishga bab Allah to'xtalgan, o'zining ko'nglini ifodalagan. Lekin shu vaqtning o'zida men o'yildim, balki mush tasvirlarni anglab sizlarni o'ylab ketgan bo'g'aytinglar, men bo'lsam beqib olsam-chu mush otni deb. Mana shu Yangirdovga mush vaqtning o'zida mush otni bir beqib olish, keyingi kunlarni bir xotirjam qilish yoki mana shu film ko'rib sizlarni ko'rishib mush otningki bir yeydigan mush altini bir yaxshiroq holatga akib turadigan holatni qilmabdikina deb o'ylab qoldim. Balkim bularning o'zining bir qiyinchiligi bo'lsa kerak. Endi bu baylongma bu at 1997-yili shu yerda so'g'aq zay nam qotanda kasal bilan ochliq zar bilan ko'ngilning yerimligi bilan yolg'iz o'lib ketgan. Bu at o'lib ketibmi? Nech kunlardan keyin, bir haftadan keyin ara o'lib ketibdi deb uning kengdan bu atni bir taraf qilgan. Bu atning go'shtlarini setib etganmi, teri usqonlarini yashlar yem qilib berganmi, buni hatto aniq demagan. Demak, yaxshi tarafdan o'ylashga bo'lmaydi. Ya'ni aniqlab bu atning bir qabrisi, bir xotir obidi munari ubumi hech qanday tiklanmagan. Baluban Shojida nihoyat cho'ng jafo tatgan bu at oxirida hech qanday nom shuhrat obro'siz, hech qanday bir yaxshim yo'q jafo tatib texim qiyinchilik bilan o'lib ketgan.
balkim boshla ash to'yinjoqning qulda turilib bo'lsa, buning oqibati buncha nachar bo'lmasdi. Sizlarning ko'nglingiz sal yerim bo'lib qoldimi? So'zlab boqsam, mening ko'nglim yerim bo'lib qoldi.